Ota-onam umra safariga jo'natmoqchiman. Avgust oyiga reyslar bormi degan obunachilarimiz uchun albatta avgust oyiga xudo xolasa reyslarimiz qo'yildi. Bugun Hikmat Travel'da ofisga yetib kelganmiz. Abdug'ofur akaning yonlariga sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Avgust oyiga yangi reyslar qo'yilibdi. Narxlar qanaqa bo'lyapti? Toshkentdanmi, Farg'onadanmi deganlar uchun xudo xolasa hamma savollaringizga javob olishga harakat qilamiz. Abdug'ofur aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, ota-onam hali umra safariga jo'natmoqchiman. Faqat avgust oyiga bo'lsin, mana iyul oyi ham tugab qoldi degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa avgust oyiga reyslarimiz bormi aka? Xo'p, bo'ladi. Ochildi mana reyslarimiz. Birinchilardan bo'lib eshityapsizlar, xudo xolasa. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha premyer reyslarimizni kunlarini aytib o'taman. Xo'p, 3-avgust kuni bor ekan reysimiz. 7-avgust, 14-avgust, 10-avgust, 17, 21, 24, 28, 31-avgust kunlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha premyer reyslarimiz qo'yildi. Buni narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. $995. Xo'p, yo bizga Farg'onadan boramiz, Toshkent uzoqlik qiladi deydiganlar uchun, Vodiydan uchaman degan deydiganlar uchun, xo'p, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha premyer reyslarimiz ham qo'yilgan. Buni kunlari bu ham bir xil. 3-avgust, 7-avgust, 10-avgust, 14-avgust, 17, 21, 24, 28, 31-avgust kunlari Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha premyer reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $1015 qilib beramiz. $1015 gap yo'q, zo'r. $1015 qilib beramiz avgust oyiga. Xo'p, sharoitlaring qanaqa? Xo'p, kunlarini bildik, narxini bildik. Sharoit qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi. Xo'p, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar, xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Xo'p, keyin 50 bosh xizmat qana bo'ladi deydiganlar uchun 50 bosh aeroportdan billa borib, billa kelishadi, iloji boricha xudo xolasa. Keyin undan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Vizalarni ham iloji bo'lsa qo'llariga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Va qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r. Endi to'lovlar masalasi qanaqa deydiganlar uchun. To'lovlarimiz respublikamizda 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xolasalar o'sha ofislarimizga kelib, rasmiy kassalarga to'lovlarni qilib ketsalar ham bo'laveradi. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi ofislar deydiganlar uchun. Mana nomerlar, o'zimning nomerim, qo'ygan nomerimiz, Telegram, WhatsApp ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqib, pasportlarni tashlab bersalar, joylarni bron qilib qo'yamiz. Hisob-kitobda aeroportda qilsalar bo'laveradi. O'zlariga qulay bo'lganida bemalol to'lov qilsa bo'lar ekanda. Bo'laveradi. Jindekkina o'sha viza puliga zakolat tashlab berasizlar. Qolganini aeroportda to'lovda hisob-kitob qilinaveradi. Ishonchdan bo'lma, xudo xolasa, mana shunaqa qilsalar ham bo'ladi. Zakolat tashlab berasizlar, u viza puli bo'ladi, keyin qolganini aeroportga borganlaringdan keyin to'lov qilsalar ham bo'ladi. Endi viza puli tashlab berganlaringdan keyin sizlar bilet hamma narsani rasmiylashtirib qo'yasizlar aka, tayyor qilib qo'yamiz, aeroportga borib uchib ketishaveradi. Xudo xolasa, gap yo'q, zo'r. Menimcha hammasini aytib o'tdik-a, reyslarimizni aytib o'tdik. Xudo xolasa qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalar ham xudo xolasa chiroyli qilib javob olishlari mumkin. Abdug'ofur akaning o'zlarining nomerlari xudo xolasa qo'yyapmiz. Savollaringizga qo'ldan kelgancha yordam berib, xudo xolasa javob olishlari mumkin. Bu videomizga bitta like bosib qo'yinglar, umra safariga bormoqchi bo'lganlarga shu videomizni yuborib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha